Barchaga salom, sizlar bilan Ziyor. Kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi videomizda qanday qilib Smartbox yoki Smart TV tanlashingizni tavsiyalar berib o'taman. Hozirgi videodagi tavsiyalarga amal qilishingizni tavsiya qilaman. Qani videoni boshladik. Hozirgi kunda barchamiz internet bilan bog'langanmiz. Telefonimiz, kompyuterimiz va qaysidir yana gadjetlarimiz bor. Ularni Wi-Fi orqali, ya'ni boshqaramiz, ishlatamiz. Qisqasi televizorimiz oddiygina kabelli televideniye orqali ishlaydi. Uni ham YouTube'ga yokida har xil, misol uchun Netflix yokida kino ko'radigan ilovalarimiz bor. O'sha ilovalar orqali o'zingiz yoqtirgan kinoyingizni yokida serialingizni yokida YouTube'dagi qaysidir perdachingizni ko'rmoqchisiz, ammo sizda bunga imkoniyat yo'q. Albatta, buni qilishingiz uchun uyingizda internetingiz bo'lishi kerak, stabil va televizoringiz smart bo'lishi kerak. Yokida televizoringizni smart qiluvchi smart box yokida mini box degan kichkina uni ham o'sha televizoringizga ulagan holatda smart box qilgan qurilmamiz bor. Ya'ni 3 ta narsa orqali o'zingizni qurilmangizni internetga ulay olasiz va aqlli funksiyalaridan foydalangan holatda o'zingizni xohlagan telefoningizni ishlatganingiz kabi uni ham ishlata olasiz. Xo'p, agarda sizda oddiy televizor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni televizoringiz ishlab turibdi, Smart TVga alishtirgingiz kelmayapti, lekin chunki alishtirgingiz kelmayapti, chunki sababi 2 million yoki 3 million undan oshiqroq pulga tushasiz. Unga tushmaslik uchun kichkinagina 350 ming yoki 250 mingga kichkinagina smart box degan qurilma bor. Shu qurilmani ulaysiz. O'shani ulagan holatda u orqali, uni pulti orqali siz televizoringizni smart qila olasiz. Yokida mini box bor, smart boxdan ham kichkinaroq narsa, ya'ni mana shunaqa flashkaga o'xshaydi, kattaroq. Midan ishlab chiqarilgan, Mi kompaniyasi tomonidan. O'shani ulagan holatda uni ham alohida pulti bo'ladi. O'sha pult orqali foydalangan holatda ishlatsangiz bo'ladi va uni ham bir 450 ming yokida 500 mingga olsangiz bo'ladi. U ko'proq sizni videongizni buzmaydi, ya'ni televizoringiz orqasidagi ulangan holatda bo'ladi, ya'ni HDMI portiga. Smart, ya'ni mini box bor. Shu smart boxlar shunaqa ko'ringan holatda, ya'ni chiqarib qo'yasiz, televizoringiz ustida turishi kerak yoki pastda turishi kerak. Ya'ni polkasi bor anaqalarga, xonadonlarga juda yaxshi. Agarda polkasi yo'q, ya'ni faqatgina o'sha devorga ilingan televizorlar bo'ladigan bo'lsa, u televizorlarni orqasiga tashlaydigan bo'lsangiz, pultingiz yaxshi ushlamasligi yokida ushasa ham yaxshi. Shunaqa holat bo'lishligi mumkin. Smart televizorga keladigan bo'lsak, smart televizor albatta olganingiz yaxshi. Hamma funksiyasi ichida bo'ladi. Televizori ham, smarti ham ichida, hech qanaqa ortiqcha narsalar ulab o'tirmaysiz. Hech qanaqa kabellarni yana tiq, qaysidir pultni ol, uni zaryadga batareykasini almashtir degan narsalar bo'lmaydi sizda, lekin uning uchun ko'p pul xarajat qilishingiz kerak. Agarda smart televizor oladigan bo'lsangiz yokida umuman hamma qurilmalaringizni oladigan bo'lsangiz, asosiy qarashingiz kerak bo'lgan narsa bu Play Marketni ilovasini qabul qilish kerak, o'shandan foydalana olishingiz kerak. Agarda Play Marketdan foydalana olmaydigan bo'lsangiz, misol uchun Netflix yokida sizni qaysidir provayderingiz, misol uchun Ustelecom bo'ladigan bo'lsa, Uzonline, ya'ni ilovasi bor. Agarda hozir ishlatishayotgan bo'lsa, o'sha yerda kanallarni ko'rishingiz bo'ladi, yokida film seriallarni, yokida Pdan keladigan qisqasi anaqa ilova bor, yokida ITV, yokida Cinerama. Qisqasi shunga o'xshash ko'p ilovalar bor. O'sha ilovalar orqali o'zingiz kinolaringizni ko'rishingiz, podpiska olib ko'rishingiz yokida kanallarni ko'rishingiz mumkin. O'shalarni yuklab olishingiz uchun va yuklaganingizdan keyin qaysidir muddatga kelganda unga yangi обновление keladigan bo'lsa, u обновленияni обновить qilishingiz uchun Play Market kerak bo'ladi sizga. Yokida App Store'ingiz bo'lsa, App Store olsangiz, o'sha App Store'da ichida Play Market bo'lishi kerak. Play Marketga registratsiya qilgan paytingiz u Play Market ishlashi kerak. Ya'ni shu jihatgacha bo'lgan joygacha akkaunt ulaganingizda Google Play Market ishlamasa, bu hammasi sizni vaziyatingizni og'irlashtiradi. Yana ayrim narsalarni qilishingizga to'g'ri keladi. Yana o'ylashingizga, yana nima qilsamikin degan fikrlarga borishingizga, yana va yana qisqasi yana ish ko'payadi. Ya'ni flashkaga ilovani o'tkaz, uni yukla yokida umuman tushmasligi mumkin. Xo'sh, qisqasi shu jihatlari bor. Xo'p, siz oldingiz o'zingizga kerakli o'sha Google
Play Market orqali o'sha foydalanadiganini oldingiz va olganingizda ham qisqasi Play Market ishlaydi. Asosiysi televizori originalini olish kerak. Televizorni sotib oldingiz, sizga ma'qul keldi. Endi uni uyga olib kelasiz. Uyga olib kelganingizdan so'ng uni internetga ulashingiz, sozlashingiz va har xil ilovalarni yuklashingiz yokida akkaunt joylashingiz kerak. Xo'p, buni hozirgi videoda men sizga o'sha silkalarni qo'yib ketaman. Ya'ni misol uchun sizda qanaqa muammo bo'lyapti? Misol uchun internet shu smart boksingiz yokida smart televizoringiz yaxshi ishlamayapti. Ya'ni Wi-Fi o'zingizning telefoningizda juda ham yaxshi ishlayapti, lekin televizoringiz unaqa emas yokida umuman ishlamayapti. Har xil muammolarni ko'rib chiqamiz va bularni hozir men sizga aytib o'taman. Va interfeysga kirganda ichiga qanaqa nastroykalar qilinishi, akkaunt ochish, akkauntdagi muammolar va o'shalarni ham silkasini описаниеga yozib qoldiraman. Xo'sh do'stlar, manimcha ko'ryapman. Xo'sh, siz уже olib keldingiz smart boxni, uladingiz. Ulash videosi ham bor, uni описаниеga yozib qoldiraman. Misol uchun Wi-Fi ga ulagan holatda qanaqa ulash kerak va televizoringizdan qanaqa turib unga o'tishingiz kerak, hammasini o'sha videoga qo'yib ketganman. O'shanga через silka orqali kirgan holatda ko'rib, o'shandan o'rganib foydalansangiz bo'ladi. Agarda sizda уже smart televizor bo'ladigan bo'lsa, sizda mana bu pultni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu pultda sizni pultingizda to'g'ri o'rtasida uchi turadi. O'sha uchani bosganingizda sizda har xil bo'lishligi mumkin. Mana pastdan interfeys chiqishi mumkin. Interfeys chiqqanda o'sha yerda ilovalaringiz, bu yerda chaproqga o'tsangiz nastroyka bo'limi, nastroyka bo'limidan mana bu yerga Wi-Fi ga ulanib olsangiz bo'ladi. Agarda Wi-Fi ga ulanadigan bo'lsangiz, sizda o'sha nastroyki seti internet joyi bo'ladi. Seti internetdan Wi-Fi sizda yoqib turadi. U Wi-Fi ga yoqib turganda siz ulanasiz. Ya'ni Wi-Fi nomi chiqadi. Misol uchun menda Diyor 2239 5G yokida 2239 turibdi. Sizda o'zingizning nomi, o'zingizning shu Wi-Fi nomi chiqadi, o'shanga ulanasiz. Agarda Wi-Fi orqali ishlatmoqchi bo'lsangiz, sizda 5G chiqib turgan bo'lsa, agarda chiqmayotgan bo'lsa ham sizda ikkita chastotali router bo'ladigan bo'lsa, siz 5G ga o'tishingiz kerak. Sababi bu chastotadagi Wi-Fi'imiz bundan 2-3 barobar tezroq ishlaydi va sizni olayotgan tarifingizni aniqroq chiqarib beradi. Shuning uchun agarda bu chiqmasa, pastida другие varianti yokida o'shani bosgan holatda, ya'ni sizda Wi-Fi pullar ko'p bo'lishligi mumkin. Siz o'sha katta binoda, ya'ni domda misol 16 etajga yoki 9 etajga turishingiz mumkin. O'shanda turgan paytingizda 5G ga ulanib foydalaning. Agarda kam bo'lsa ham, anaqa Wi-Fi signali past bo'lsa ham, hop, uni ham o'zingiz o'sha foydalanib regulirovka qo'ysangiz bo'ladi, lekin agar to'liq chiqib turgan bo'lsa, tavsiyam 5G ga ulanishingiz. Agarda umuman Wi-Fi chiqmayotgan bo'lsa, mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, kabel bor. Bu kabelning nomi pachkort deyiladi. To'g'rig'i USB kabel. USB kabel mana bunaqa holatda ikki tarafi konnektor taqilgan bo'ladi. Shuni routeringizning orqasida LAN porti bor. Uni ham smart box yoki smart TV yaxshi ishlamayapti degan videoim bor edi. Shu videoga qo'yib ketganman. Ya'ni o'sha Wi-Fi nimaga yaxshi ishlamayotganligini va buni eksperiment ham qilib ko'rganman. Wi-Fi bilan necha tezlik ko'rsatadi, bu USB kabelimiz bilan qancha ko'rsatishini ham ko'rsatib ketganman. Qisqasi Wi-Fi ga ulandingiz yoki kabel orqali uladingiz. Kabel orqali ulagan paytingizda mana bunaqa Ethernet joy turadi. Ya'ni bizda o'sha kabelimizda UTP Ethernet texnologiyasi bo'lganligi uchun podключено va sizga mana bunaqa IP beriladi. 192.168.0.176 va shunga harflar, ya'ni ulanganligida o'sha Wi-Fi o'sha 6-chi o'sha pokoleniyasi bor. Ya'ni bu IP yo'q, Wi-Fi emas, o'sha IP ni 6-chi anaqasi avlodi, ya'ni mana shunaqa harflar orqali ko'p kombinatsiyada shu berilgan bo'ladi. Qisqasi, siz ulanganingizdan keyin sizga akkaunt so'raydi. Akkaunt ulashni ham o'sha описаниеga yozib qoldiraman va internet sizda misol uchun YouTube ga kirgan paytingizda YouTube ishlamasligi mumkin
YouTubengiz ishlamasa, unga ham video qo'yib ketaman. Ya'ni internetingiz nima uchun ishlamayapti? O'shani ham sozlab ketsangiz bo'ladi. Bitta hozir mana ko'rsata qolay. Hop, настройки устройствоga, настройка kirasiz, настройка устройствоga kirasiz. O'shanga kirgan paytingizda, agarda ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda globus bor, ya'ni yazık language bo'lib turadi. O'sha languagedan russkiy yoki o'zbek tili bo'lsa, o'zbek tilini tanlagan holatda, o'zingizga qulay holatda foydalansangiz bo'ladi. Bu yerdan data и время joyiga kiramiz. Data и времяda автонастройки data и времени turibdi. Hop, nimani? Keyin tushuntiraman. Установка дату. Установить дату, установить время. Ya'ni asosiysi datangiz, ya'ni mana shu yerda datangiz agarda xato turgan bo'lsa, 2022-yil yoki 21 yoki 15 yoki umuman hozirgi vaqtdagi bo'lmasa, uni to'g'rilashingiz kerak. Asosiysi выбрать часовой пояс. Ya'ni sizni часовой poyasingiz bizda Toshkentda +GMT +5. +5 ni qidirasiz va +5 ni qidirgan holatda o'shani ulab yoqib qo'yasiz. Yoqib qo'yganingizdan keyin sizni smart boxingiz yoki smart TVingiz tokdan sug'urib chiqargan paytingizda yana avtonastroykaga tushadi. Ya'ni miyasi bitta o'chadi, yonadi, esdan chiqib ketadi. O'sha esdan chiqib ketmasligi uchun использовать время сети. Ya'ni internetingiz ishlayapti, internetingizga ulanishi bilan avtomat tarzda u Wi-Fi время datani to'g'irlab qo'yadi. Agarda отключить turgan bo'lsa, o'shani использовать время сети qilib qo'ying. Va agarda o'sha misol uchun 21:03 turmoqchi bo'lsa, endi 24 format bor ekan, o'sha formatni xohlasangiz tanlasangiz bo'ladi yokida misol uchun hozir soat 9 dan 3 minut o'tganini xohlaysizmi yokida 21 dan 3 minut o'tganini xohlaysizmi, o'shani tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, shuni qildingiz va akkaunt uladingiz. Endi bo'ldi. Bemalol smart box yoki smart TVingiz yokida mini boxingiz bo'lsa, o'sha orqasiga HDMI orqasiga ulanadi. USB o'sha o'zini shnurlari bor, o'shani uladingiz televizoringiz orqasiga va ishlayapti. Shu USB-sini Type-C USB-sini unga uladingiz va HDMI portiga televizoringiz orqasiga uladingiz. O'sha orqali kirib pultda o'tib o'sha HDMI ga foydalanyapsiz. Hop. Play Market akkaunt ochishni ham barchasini ssilkada qo'yib ketaman. Bitta kirib videodan ko'rgan holatda foydalansangiz bo'ladi. Xo'sh, asosiysi shu narsalarni olayotgan paytingizda sifatlisini olishni tavsiya qilaman. Agarda sifatsiz oladigan bo'lsangiz, ya'ni sifatsiz degani qanaqa? Foydalanish qiyin, misol uchun usta kelgan paytda ham sozlab berish qiyin bo'ladi yoki sozlab bera olmayman deyishligi mumkin yoki aka buni ulab bera olmayman deyishligi mumkin. Shu holatlar bo'lmasligi uchun agarda byudjetingiz juda ham yaxshi bo'lsa, Mi pristavka, Mi televizor yokida Mi mini boxni olishni tavsiya qilaman. Ya'ni smart boxi undan ham minisi. O'shani olishni tavsiya qilaman. Agarda misol uchun boshqa televizor, o'sha nima televizor olishingizdan qat'iy nazar, o'zingiz ichiga kirgan holatda tekshiring. Google Play bormi va akkaunt to'laganingizda ishlayaptimi, отказ bera olmayaptimi? Misol uchun настройкаga kirganingizda настройкаga qisqasi hamma narsa knopkani bosganingizda ishlayaptimi, dostуп beryaptimi? Shunaqani olishni tavsiya qilaman. Va yana misol uchun sizni internetingiz yaxshi ishlayapti, smart boxingiz o'zi qanaqadir qotib ishlayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan mana bu настройка устройствоga kirganingizda xranilishingiz to'lib qolgan bo'lishligi mumkin yokida sizni keshingiz, ya'ni har bitta ilovaniga foydalangan paytingizda siz misol uchun mana Google'ga kirgan paytingizda poiskovikka yozasiz. Ya'ni poiskovikka misol uchun Ronaldo nechta gol urdi
deb yozgan paytingizda bosasiz va u javob ketadi. Keyingi safar yana kirganingizda Ronaldo yana yozdingiz, u sizga avtomatik tarzda o'sha yozgan narsangizni qaytib yana qo'yib beradi. O'sha narsani o'sha xotirasida saqlab qoladi, u ham joy oladi, xuddi o'sha cache shunaqa joy olib turadi. Shuning uchun boshqa o'sha ilovalaringizni qaysi biri katta joy olayotgan bo'lsa, o'shalarni o'chirib turishingizni tavsiya qilaman. Agarda qotayotgan bo'lsa, agarda bu ham yordam bermayotgan bo'lsa, yiliga qarang, ya'ni smart box yoki smart televizoringiz balkim pulti, ya'ni mana bilsangiz, orqasidagi batareykalari ham vaqti soat kelganda bir ishlab, bir ishlamaydi. Ya'ni bir o'sha sizga tok chiqarib berib, bir yana ishlamay, ya'ni o'tirib qolayotgan payti bo'ladi. O'sha paytda qotib bir ishlab, bir ishlamasligi mumkin. Shuning uchun batareykani ham alohida ahamiyat berib almashtirib turishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, do'stupni 1.6 gigabayt joyimiz bor ekan. 8 gigabayt joyimiz bor va operativniy pamyati 2 gigabayt. Agarda zo'r ishlatmoqchi bo'lsangiz, smartbox yoki televizoringizni, shu operativniy pamyatini 4 yoki undan kattasi bo'lsa, 2 bilan 4, 2 ni o'zi yetib ortsa kerak. Agarda undan zo'r ishlamoqchi xohlasangiz, 4 olganingiz tavsiya qilaman. Bir ikkita anaqada ko'rganman, marketplace'larda shu yerda ko'rsatganligini. Aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Ya'ni siz smartbox, smart TV yokida mini o'sha box olayotgan paytingizda o'zingiz ulab olishligingiz, o'zingiz sozlamalarga kirib, o'zingiz to'g'irlab olishligingiz va Wi-Fi'ga ulashingiz, misol uchun qanaqadir yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, o'sha muammolarni hal qilishingiz uchun bu video olindi. Agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, yordam bergan bo'lsa, videoga like, obuna tugmasini bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.